Elif Shafaq. Nomus. Bu hikoya bir oilaning emas, bu hikoya jamiyat hukmining hikoyasi. Turkiyada tug'ilgan ikki opa-singil Jamila va Pempe bir ildizdan chiqqan, ammo ikki xil dunyoni tanlagan. Pempe turmush quradi va ona bo'ladi. O'z oilasi bilan Londonga ko'chadi, ammo yangi hayot, yangi sinovlarni olib keladi. Asar markazida Turkiyadan Londonga ko'chib o'tgan oilaning taqdiri yotadi. Voqealar ikki avlod va ikki xil madaniyat to'qnashuvi atrofida aylanadi. Bosh qahramon Pari o'z oilasi, o'tmishi va nomus tushunchasining qurboniga aylanishi, uning o'g'li Iskandarning esa onasiga nisbatan qilgan jinoyati va pushaymonligini asarning asosiy chizig'idir. Bir oila, ikki davlat va o'rtadagi jarlik. Nomus deb atalgan tushuncha inson hayotini saqlab qoladimi yoki uni barbod qiladimi? Pari o'z baxtini izladi, lekin o'z o'g'lining hukmiga duch keldi. Iskandar esa nomus uchun eng aziz insonidan voz kechishga majbur bo'ldi. Bu faqat xiyonat haqida emas, bu kechirim, pushaymonlik va qon bilan yozilgan oila tarixi haqida. Sevgi yetishmagan joyda inson qalbi bo'shliqni to'ldirishni istaydi. Ammo jamiyatda bitta o'zgarmas qonun bor. Nomus hamma narsadan ustun va bu nomus yukini ko'tarish ba'zan farzand zimmasiga tushadi. Haqiqat kim tomonda edi? Gunoh kimda edi? Nomus bu kitob sizni o'ylashga majbur qiladi. Ushbu asarni to'liq o'qishingizni tavsiya qilib qolamiz.